Usta ishni yorib qo'yibsiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha aka. Siz ham eplab olmay qolyapti. Bundan oldingi videolarda bundan sal boshqacharoqini qo'ygandik. Bu safar o'ta kuchayib ketibsiz. Sababi mana shunaqangi shoh asariga aylantirilgan modelni yorib qo'yibsiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qo'ldan kelgancha. Endi ishni zo'r qilibsiz, lekin narxni ham bomba narxda qilib bermasangiz qilamiz aka, Xudo xolasa inshaalloh. Xalq xursand qilaylik bir. Bo'ldi aka. O'tgan safar sexdan bo'ladi, bu safar bozordan bo'lyapti. Bozorlarda narxlar necha bo'lyapti? Ustama hakim ma'lumotini beramiz. Ustani juda katta va'dasini olganman. Aka, siz obunachilaringizga zo'r narxda qilib beraman deyapti. Ustaga mana shu gapiga ham bittadan vaqtni bossanglar, biz Xudo xolasa ustama birgalikda hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz. Assalomu alaykum, Mebelchi kanalimizning hurmatli obunachilari, qadrdonlar, stol stulda injig'ini olaman deganlarga bugungi video obzorni ko'rishni tavsiya qilamiz. Hozirgi kunda trendga chiqqan mana shu barokko modelni bitta o'zingizlar ko'rib baho bersanglar bo'ladi. Ish nihoyatda go'zal, ideal holatda ishlab chiqarilgan. Undan tashqari mana bu joyda turetskiy modeldan Xudo xolasa bugungi video obzorimizda bor. Sababi mana shu modelni ham nikelligini juda ko'pchilik so'rayotdi. Anchadan beri kommentariyalarda o'qib kelyapman. Shunaqangi turetskiy fasollarni ham qo'yinglar deb juda ko'pchilik iltimos qildi. Bugun Xudo xolasa mana shu modellarni sizlar uchun ko'rsatib o'tamiz. Bu tomondan undan tashqari kapale fasollar, kobra fasollar, assortiment juda katta do'stlar. Xohlovchilarga mana bu yerda kobra fasollardan tashqari xurram modellar ham bor. Xudo xolasa bugungi video obzorimiz o'ta go'zal holatda bo'ladi. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, bittadan like-ni bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa ustani o'zidan hamma ma'lumotlarni olamiz. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz video obzorni boshladik. Usta Shahobbos, tuzingmisan aka? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, ishlaring yaxshi? Tinchmisan aka? Shahobbos, bugun Xudo xolasa katta assortiment ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa. Usta, bitish qilaylik. Dastavkalarimiz qanday bo'ladi endi bu safar? Dastavkalar aka bizda vodiy bo'ylab bo'ladi aka. Namangan, Farg'ona, Andijonga besplatniy aytilgan narxlar ichida aka. Boshqa viloyatlarga kelishgan holatda orzular shopir topib, tanish shopirlar bor, chiqaraveramiz. Xo'p, ustani manzilini ham aytib ketamiz. Ishlab chiqarish manzili qayerda? Bizning manzilimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani Ijtimoiyat mahallasida. Tayyorlab uydan sexdan tayyorlab bu yerga olib chiqamiz. Seximizda ham ishlarimiz bor. Bozordagi kommentariyada o'tgan safar kommentariyada yozishdi aka, sex joizdan ham dedi, bozorda joizdan ham video qiling, obzor qiling deb. Pashti sex bilan bir xil narxlar qo'yib beraman bozordan, Xudo xolasa. Obunachilarimizga. Misol uchun shunday srochniy, tezda keraklarga ham tayyorlari bor. Bo'lsa, albatta tayyori bor. Bor aka, biz sexga. Gap yo'q. Qaysi modeldan boshlaymiz birinchi? Aka, shundan boshlayveramiz aka. Orzular modelimiz o'ris yog'ochi listovoydan bo'ladi aka. Ranglari shampansevet, gullari mochicha gulda. Xudo xolasa, materiallari ham atachento materiali 9 xil ishlangan aka. Chestlik qilib, orqa tomoni pardali aka mana. Orqalari ham pardalik. Xudo xolasa. Gap yo'q. Xonlari keladigan bo'lsa, xonlari 275 ga 110. Tumbali xon taxta vazifasini ham bajaradi aka. Xon taxta bo'ladi. Bo'ladi. Gap yo'q. Usta, endi mana shu 12 talik rossiyskiy listo yog'ochda qilingan komplektni necha pul qilib beramiz biz obunachilarga? Aka 3 million 400 ming so'm qilib beramiz aka. 3 million 400 ming so'm. Vodiy bo'ladi, dastavkichida. Olib borib beramiz. Dang'iramiz, Qo'qonda qayerga bo'lsa ham, Andijon, Namangan ketaveradi. Kosonsoygacha olib bordik. 3 million 400 mingdan olib borilaveradi. Olib borib dastavka o'rnatamiz. Lekin mana shu joyda bitta narsani aytishimiz kerak. Ideal narx sababi 3 million 400, 3,5 milliondan dastavkasiz qo'yayotgan ustalar ham juda ko'p. Gap yo'q, ustaga respekt aytamiz. Xo'p, keyingi modellarimiz. Keyingi ishimiz aka, Cobra Monica fasonda ishlangan aka. Bu modelimiz aka orzular so'ragan obunachilarimiz uchun aka. Bu aka material aka bakateriyadan bo'ladi. Bakateriya. Ochig'ini aytish kerak, yolg'on bo'lmasdan aka. Bakateriya aka bu materiali. Xonlari ramillat aka buniki 320 ga 120 aka. Lekin usta bitta narsa, hozir bakateriya ham trendga chiqyapti. Trendda Xudo xolasa. Sababi odamlar bilib oldi, narxi arzon bo'lyapti, xizmati yong'oq bilan deyarli bir xil bo'lyapti. Men ochiqroq aytishimiz kerak. Xudo xolasa aka. Xo'p, ketaverdik. Xo'p, aka xonlari xon taxta vazifasini bajaradi. Ranglari shampansevet, material atachento material, 12 sm materialga aka. Xudo xolasa mana. Chestlik ishlaganmiz. Aka buni narxi keladigan bo'lsak 5 million 200 ming so'mga chiqarib beramiz. 5 million 200. Obunachilarga bitta 5 ta oladigan gap bo'ldi. Gap yo'q. Hozir usta mana shu joyda bitta oydinlik kiritib ketaylik. Faqat yog'ochida farq bor xolos. Faqat yog'ochida farqi bor xolos aka. Lekin qo'yilayotgan materiallari, ishlatilayotgan kraska, gruntovkalar hamma yo'g'i yong'oq bilan. Yong'oq bilan bir xil aka. Gap yo'q. 5 million 200 ga 12 talik komplekt. Vodiy bo'ladi, dastavkasi ham chekin aka.
Yana bitta 5 ta oladigan gap. Xohlasa aka. Alloh dahshat bo'lyapti. Undan keyingimiz aka. Bunimiz aka aralashma aka. Bu qanaqa aralashma degani? Bu aralashma degani aka, nima bilan aka, bakateriya bilan aka, qayra qo'shni aralashma bo'lgan aka. Ikkovi aralashma. Aralashma. Gap yo'q. Bakateriya o'zi emas. Bu plankali atkapalar bo'ladi aka, ranglari shampan svet, materiallari turetskiy yaxshi materialdan, gulli keladigan materialdan qilingan aka. Bu material ham yaxshi materiallar bu. Albatta aka, o'zingizdan bilasiz buni qanaqaligini. Ha, bu zo'r material. Bu xohlasa aka bu ishimiz 12 talik bu ham. Xonlarda xon to'xta bo'ladi aka. Narx aka 5,5 million so'mga olishsan aka. 5,5 millionga gap yo'q. Zo'r lekin. Olishsan Tavsiya aka. qilamiz. Hop, aka undan keyingi ishimiz aka. Cobra 12 yong'oqdan aka bunimiz. Mana shu yong'oq aka. Bu yong'oq edi. Albatta nimaga sabab desa, Tailand otaga berib ko'rsatamiz. Mana aka yong'oqda o'zi qorayib turgan nimalari bo'ladi aka. Qoralari, Albatta yong'oq aka. bo'ladi. Xuddi shu aka. Endi misol usta odam xalqni aldashi, misol aldamaydi, sabab halol mehnat, peshona teridan pul topadi. Mana yong'oq deyapti. Terak bilan qayrag'och aralash deyapti, terak deyapti. Mana ochiq oydin halol aytilyapti. Gap yo'q. Xonlarimiz 120 aka razmerlar bir xil bo'ladi hammasiniki. Xonlarning xon taxt vazifasini bajaradi. Aka buni narxi obunachilaringizga 6 million emas, 5 million 800 dan olishsin aka 12 tali yong'oq aka. 5 ko'p olamiz aka. Xudo xolasa aka. Men nima uchun 5 ta olyapman? 6 million, 6,5 milliongacha dastavkasi qo'yilyapti. Hozirda vodiy bo'ylab dastavkasi ham bor. Mana shu joy men uchun juda qiziq bo'lyapti. Albatta aka. Bu ham ketdi. 5 million 800 yong'oq aka, 5 million 500 ga aralashma. Chin anaqa olsa aka 5 million 200 ming so'm bakateriya aka ketdi. Liboydan aytishlar tayyorlari bor. Xudo xolasa aka, bu keyingi ishimiz 100% yong'oq aka. Bu yong'oq, Yong'oq aka, materiallari ham turetskiy yaxshi materialdan tayyorlangan aka. Ayollar 3D. Monika 3D. Albatta aka, aqlari pardali aka, mana. Orqalari ham ideal. Xudo xolasa o'ta chiroyli ishlangan aka. Buni aka siz obunachilarga zo'r narx qo'yib beraman aka, xudo xolasa. Necha pulga berasiz? Aka 6 million 500 ga olishsan aka 3D da aka. Oyog'i gullaydi, 12 talik mana shu holatdagisin aka. Dastavka ichida vodiy. Ichida aka bizda. Klass. Ketdi aka. O'ta klass. Xo'p, bunisi endi. Bunisi aka bu ham xuddi shu aka. Bu ham Cobra 12. Ayollari gulli 3D. Materiallari attachment ishlaganmiz. Oqish materiali bo'lachasidan qo'yilibdi. Chiroyli ishlangan, xudo xolasa. Gap yo'q. Xo'p, aka buni ham narxi 6,5 million so'mga olishsan aka. 6,5. Ketdi aka. Gap yo'q. 6,5 millionga do'stlar. Vodiy Gulida farq bor. Bu bilan buni gulida farq bor. Bu bambuk gul aka. Bu Monika gul. Bu Monika, bu bambuk gul deyiladi. Bu bambuk bu. Albatta aka. Bu bambuk gul. Qaysi biri ma'qul kelsa olsanglar bo'ladi. Aka bu Xurram Sulton aka, joyimiz torligi uchun to'g'risi tepaga terib qo'yganmiz aka. Xurram Sulton aka. Ishqibozlari ko'p. Albatta aka. Xurram Sulton ishqibozlari ko'p aka. Ayoqlar 3D. Patilama ishlangan aka, qoratirib ko'ryapsiz aka. Material ham turetskiy material. Lekin mana shu patina qandaydir ishga bir joziba kiritadi. Albatta aka, xudo xolasa. Gap yo'q. Bu ham yong'oq, bu ham. Bu ham 100% yong'oq aka. 100% yong'oq. Aka buni ayollarda xon taxta variantda 12 taligini, xuddi shu 12 taligini aka 8 million so'm qilib beramiz. 8 million so'm. Dastavkalar ichida bo'ladi. Bemalol aloqa chiqsa bo'ladi. Donaga deydigan bo'lsa 550 ming so'm chiqadi donaga. 550 ming so'm. Agar bulardan bo'lsa 500 ming so'm qilib beramiz. 500 ming so'm. Agar uni Cobra 12 oyog'i gulchisi 5 million 800 aytgan ishimizda donaga bo'lsa 450 ming so'm chiqarib beramiz aka. Donaga donasi necha pul chiqadi? 240 ming so'm qilib beramiz. 240 ming so'm. Bemalol chiqsa bo'ladi aloqa. Ustoy bitta ish qilaylik. Mana shu modellarni faqat shampan svetini ko'rsatyapmiz-ku. Narigi tomondan mebelisi ham bor ekan. Bor, kelaveradi aka. Ko'rsatib ketaylik. Bor aka. Bunaqa aka karishni ham qilib beramiz aka. Qarishnevi. 12 talik aka bu ham. Bu ham yong'oqmi-sta? 100% yong'oq aka, mana o'zi yong'oq. Ha, o'zi yong'oqlik. Mana aka. Qaydan biz so'ra mana aka. Biz sotadi mana aka, ochiqligini. Gullari bo'ladi. Mana shu yong'oq mana shu sotiladi aka. 12 talik bu ham. 12 talik aka. 320 ga 120. Qarishni olib ishlangan aka, xonlari xon taxta bo'ladi. Bunimiz aka narxi qimmatroq chiqadi. Necha pul? 7 million so'm qilib beramiz chunki 7 million so'm. To'g'ri, endi oyoqlari ham gulli, naqshli, keyin kraskalari ham ozgina farq qiladi. 7 million so'm chiqadi aka. 7 million so'm. Xo'p, bunimiz. Kapalagimiz aka. Aka bu 12 talik aka, xonlari MDFdan 320 ga 120, stollari oq jemshi xot ishlangan, material turetskiy holatda. Buni narxi aka 6,5 million so'm. Bu yong'oqi. Yong'oq 100%. Hali aralashmasi 5,5 million. Mana 100% yong'oq aka mana. Bir qo'yishaveradi. Hozir hali aralashmasi 5,5 million, 100% yong'oq 6,5 million. 6,5 million chiqaradi aka. Bemalol. Yo'q.
Xo'p. Xuddi shuni korishnivysi. Xuddi shuni korishnivysi aka. Buni Mebelnisini ko'rsatib. bu mebelni sveti aka. Bu ham material turetskiy yaxshi material aka. Materiallar Bu arab tomchi deyiladi aka buniga. Ha, bu arab tomchi bu. Arab tomchi aka. Bu ham yong'oq. Plankali aka. Isboti bilan mana 10 ta ko'rsatib qo'yamiz aka videoga aka mana. Taylari ham bir xil chiqdi o'zi bilan. Xudo xolasa, qanaqa ishlangan aka? Bunimiz narxi aka 7 million so'm aka. Bu ham 7 million 7 so'm. million so'm. O'zi 7.8 sotyapmiz aka. Obunachilar 7 million so'm. Vodiy bo'lib dastlabkilar ichida bo'ladi. Xo'p, keyingi ishimiz aka high-tech fasonda metallar Turkiyadan keladi aka buni. Hozir esa trendda bo'lyapti aka bu ham. Xudo xolasa. Gap yo'q. Materiallari ham mo'shi material aka. Ko'pchilik so'rayotgandi mana shu ishdan ham. Aka taglari qirilmaydi aka bu. O'zini madagi yo'qotmaydi, nikel aka bu. Turkiyadan keladi. Aka 15 yil garantiyasin qilib beramiz aka. Gap yo'q. 15 yil. 15 yil. Bemalol aka. Mana shu bizdan olgandan keyin Xudo xolasa orqalari Chester ekan buni. Albatta aka. Xudo xolasa o'ta shol ishlangan. Hollari 320 ga 120, hollari ham high-tech ishlangan aka. Xo'p, aka Nechta pulga beramiz endi usta buni? Aka buni o'zi 1200 chiqaryapmiz. 1100 ga olishsin aka. Bu narsani aka. $100 skidka aka. Vodiy bo'ladi, dastlabki ichida bo'ladi aka. $1100. 1100 ga ketdi aka. Xo'p, endi mana bu shoh asariga ham yetib keldik. Shoh asar aka, xudo xolasa Barokko modelimiz aka. Barokko bu, ha? Barokko ABS plastmassadan ishlangan aka bu. Ko'ryapsiz buni sidinasi ham katta 50 keldan katta aka. Katta sideniya o'ta katta endi. Bemalol 200 kilo, 180 kilo odam bo'lsa ham qo'rqmay olib borib beradi aka. To'g'ri. Bemalol chunki ishonamiz bu ishimizga o'zimiz hammasiga pashti ishonamizga. Sifati ham juda zo'r ishlangan. Mana aka sifatiga ham ko'rib ko'rasizlar aka. Defekt narsa o'zi bo'lmaydi aka. Bu endi quyma karkas, to'g'ri? Quyma karkas aka. Hollar 360 ga 120. Akvarium ham katta ishlangan aka, 2,5 metr bo'lib uzunligiga aka. Akvarium ham bitta katta oyna qo'yilgan ekan. Albatta katta bo'lib, chayon simolar ishlangan aka. Orqalarini ham bitta ko'rsatamiz. Pardali aka. Ranglari shampan goldda bo'lgan, materiallar turetskiy material, hali Xitoy material emas, turetskiy, chunki qimmat narsa qo'yamiz. Qolgan odam mazaq ishlatadi. Gap yo'q. Usta buni nech pulga beramiz endi? Aka buni kecha o'zi bozorda 16 million zakaz oldi aka. Aha. Obunachilaringizga aka 16 millionga qilib beramiz. Dastak ichida bo'ladi aka. Dastlabki ichida 16 million. 16 million so'm aka. Gap yo'q. Xo'p, usta yana menimcha juda ko'p modelni ko'rsatib yubordi. Albatta aka. Endi faqat obunachilar telefon qilib buyurtma qilsa bo'ldi. Xohlasa tayyorlari bo'ladi. Qachon bo'lsa ham telefon qilsanglar. Telegram, WhatsApp bor? Telegram, WhatsApp bor. Chetdagilarga Max ham bor aka. Bemalol chiqishaversin. Ha, Max ham bor. Max ham bor. Rossiyadagilar hozir qiynalishyapti-ku, internet ishlamasdan ashxon hisobiga. Xo'p, aka keyin hali bitta masala qolib ketdi bu yerda. Masalan, boshqa viloyatga chiqadigan bo'lsak, masalan, Toshkentlar bo'ladigan bo'lsa aka, oldindan 500 ming so'm zakot tashlab beradi. Qolganini uyga yetib borgandan keyin berishaveradi. Qolgan pulni shopiriga qo'shib, dastlabki puliga ko'rib olishi bemalol. Undan iyag'i viloyatlarga, boshqa viloyatlarga aka oldindan zakot 500 ming so'm tashlab bersa, ishini tayyorlab 3-4 kunda aka. Video rasm tashlaymiz, shofir bilan gaplashtirib, mashinaga yuklayotgan paytimizda qolgan pulni hisobiga chiqarib yuboramiz aka. Gap yo'q. Iyag hisobini aytib qo'yib beraylik aka. Plastik kartaga tushirib bersa bo'ladi. Albatta, klik orqali ishlayveramiz aka. Gap yo'q. Usta, obzor uchun rahmat. Aka, sog' bo'linglar. Rahmat do'stlar. Keyingi video rollarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.